Akalar endi uyda molni boqib, uyda bekorchilikdan o'tirib $100 ishlashingiz mumkin. Qanday qilib desangiz, hozir bu haqida to'liq ma'lumot To'majonning o'zlari berishadi. Assalomu alaykum do'stim, charchamaysiz. Sanjon isom. Rahmat, Xudoga shukr. Kuzatuvchilarimizga bugun anchadan beri bizni qo'llab-quvvatlab kelishadi. Siz ham albatta kuzatuvchilarimizni qo'llab-quvvatlab. Albatta. Qandaydir bir yangilik qilamiz. Bu yangilikda aytdim. O'zingiz yana bir bor aytishingiz kerak. Mana shu safargi videomizda bir yangilik qilib beraylik obunachilarimizga. Agarda mana shu videomiz ostida 1000 ta like, 1000 ta kommentariya bo'lsa, xalqqa bo'lsin $100. Xo'p. Agarda 2000 ta like, 2000 ta kommentariya bo'lsa, $200 xalqqa beramiz. Albatta aniq beramiz. Aniq beramiz. Qo'lda olib qo'yaylik saytiga. Kelishdik. Screenshot qilib qo'yaverasizlar saytini. Xo'p, kuzatuvchilar, albatta like ni bang'illatib bosasizlar. Bu narsa tekin. Kommentariyada bo'lsa, qandaydir yaxshi so'zlarni to'ldirib tashlasalaring, ustagamiz bilan keyingi safar videolarimizda albatta aniqlab shu $100 ni o'z egalariga topshiramiz yoki kartasiga, bo'lmasam ko'rishib berish nima deydi, yo'llari ham bor, to'g'rimi? Xudo xolasa har tomonlama yo'lini qilib beramiz. Faqatgina bittadan like bosib qo'ysa, shunisiga xursand bo'lamiz. Shunisiga xursand bo'ladi. Albatta akalarimiz bu narsa qiyin emas. Like'lar sonida men kuzatuvchilarimga ishonaman, albatta like'larni bang'illatib bosishadi. Bo'lmasam bugun aytganimizdek universal drabilkalar ishlab chiqarish sexiga kelamiz. Yana bir bor kuzatuvchilarimizga to'liq ma'lumotlarni beramiz. Ishlash kuchlarini hammasini ko'rsatib beraveramiz. Hozir bo'lmasam bir qator polniy motorlarini, ishlash kuchlarini hamma yo'g'ini chiqarib, don mahsulot, o't mahsulot hamma narsalarni chiqarib bir qator ko'rsatib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Qani ket. Kuzatuvchilarimizga endi to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Xo'p, bir qator buni ma'lumotlarni polniy berib o'tamiz. Eng asosiysi bu drabilkada pichog'i bilan motor. Qolgani yuragi hisoblanadi. Yuragi hisoblanadigan asosiy motorni baquvvat yaxshisi moshinagini olishsa, uzoq yil xizmatini qilib beradi. Birinchi o'rinda pichoqlardan ko'rsatib o'tib ketaylik. Pichoqlari xo'p, pichoqlar zavodskiy maxaviy bo'ladi. Germanskiy kuydirilgan pichoqdan bo'ladi. Pichoqlarimiz 2 qavatli qatirilgan zavod maxaviy. Xo'p, buni soni 24 ta. Malatoylari bilan sharabaralari bilan 24 talik pichoq. O'sha gideta 9 kiloga yaqin og'ir maxaviydan, zavodskiy maxaviydan. Xo'p, bularga 6 li motor qo'yamiz. Tavsiya qilasiz 6,5 lik. Shunday, agar o'sha og'ir maxaviydan bo'ladigan bo'lsa, zavodskiy maxaviydan 6 li variantlari bor, mislik, alyuminli variantlari. Xo'p, buni narxlariga keladigan bo'lsak, ash zavodskiy o'sha yaxshi pichog'imizdan qo'yamiz. 6 li alyumin admotga buni narxi 2,4 million so'm. Skidka qilib berasiz. Skidka narxda o'zi 2,5 million so'm chiqarganmiz. O'tgan safar 2,5 million so'm chiqarganmiz. 2,5 million. Bu safar 100 ming so'm skidka qilib beryapmiz. 2,4 million so'mdan mana shuni mashina drabilkamizni ash holatda korpusi qo'yib beramiz. Faqatgina joyimizdan chiqayotgan narx. Agarda misli olamiz deyishadigan bo'lsa, misli motorimiz bor. Misli motorimizga 300 ming so'm qo'shilib qoladi tarnaxiga. Motorni sotib olayotganimizda 300 ming so'm qimmat olamiz. Argina 100% medni misli bo'ladi. O'shani hisobiga qimmatroq chiqadi. O'shani hisobiga qimmatroq chiqadi. Endi keyin arzonroq varianti 3,5 kilovatli titan motorimiz. Bunda ham o'zida teploshka zashniga bor. O'zini o'sha qizsa nesa nagruskasi o'chirib oladi. To'kni ko'rsatadi sifir. Endi buni pichog'i. Pichog'iga keladigan bo'lsak, buni pichog'i ham o'sha kuydirilgan germanskiy pichoqdan malatoy sharabaralari bor. Buniki o'zimizdan tayyorlangan yengil maxaviy bo'ladi. Bu unaqangi yubqa qo'yanmas ekan. Yubqa ham emas, normalli o'zini motorda holatiga qarab normalli ishlangan. Buni puli nechga chiqadi? Puliga keladigan bo'lsak, buni 2,2 million so'm chiqyapti. Xo'p. Mana shu drabilkamizni aksiya narxda qilamiz, haqiqiy aksiya narxda qilamiz. 3,5 kilo titan motorimizni. Xo'p, bugun obunachilarimizga 2 million so'mdan beramiz. Seryo'zi? 2 million so'mdan mana shu drabilkamizni obunachilarimizga beramiz. Gap so'z yo'q. Qarangda, men sizga hozir hayron qolyapman. Hayron qolayotgan joyim dollar, $100 dan $200 bonus qo'ydik. Xuddi shunday. Bundan tashqari narxini vobshe sindirib tashladik. Narxini xudolar sindirib beramiz. Sabab nima? Sabab qoplayaptimi o'zingizga? Sabab o'zimizda ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish mana ustagalarimizni bir ko'rsatishingiz mumkin. O'zimizda ishlab chiqarish, hamma yoq o'zimizda stanoylar bor. Lazerli stanoy hamma tomonlama o'zimizdan kelib chiqadi. Shuning uchun arzonroq xalqimizga yetkazib beramiz. Xalqimiz doimgidek qo'llab-quvvatlab, podeshkada bo'lib, bir donani like bo'lib
bosib tursa, xudo xolasa biz shunisiga xursand bo'lamiz. Gap so'z yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, albatta like'ini bosib qo'yadigan joyda. Shunday. Juda ham zo'r. Usta akamizga xalq maza qilsa, o'zlari ozgina bo'lsa ham foyda qilishsin. Shuni o'zi qoniqtiradi. Albatta. Xudo xolasa. Endi buni naborda nimalari bor? Komplektida. Komplektda nimalari bor? Xo'p, 4 xil nasatkasi bor. Molbob, Mol bobi, qo'y bobi, qo'y bobi, xo'p, keyingisi xo'p, yorma holatda, kepay holatda keladi. 4 xil nasatkasi bor. O'z mod tashlaganingizda ko'rdim, bu setkalari ham bunaqangi yuqqolmasda. Normalli setkalar. Qonligini qarang. Xudo xolasa olishsa bir Xo'p. 10 yil, 5 yil xizmatini qilaveradi, Endi xudo xolasa. buni nima desa bo'ladi? Eng asosiy buni yuragi, Aha. ashi motorlarni mana tushuntirib berdik. Xo'p. Misli alyuminli pichoqlarni tushuntirib berdik. Endi korpus qismiga keladigan bo'lsak, korpuslari kattalashgan variant 54 ga 54. Kattalashgan o'tkazishlarga nisbatan kattalashgan. Kattalashgan variant 54 ga 54. Doimgidek o'zining zaslonka qoplog'i bor, mana. Komplektida bo'ladi, 4 ta Komplektida setkasi bor. bilan. Keyin eng asosiysi bunga havo to'sqich qo'yilgan, betga chang urmaydi. Changga allergiyan bor degan Shunday. akalarimizga bo'lsa, shundan Shunday. tavsiya Yana qilinadi. keyin Qulayligini ayting. Qulayligi eng qiziqarli qulayligi buni setkasi yonboshdan tushadi. Ishlab turganda bemalol olinadi, chiqariladi. Shunday. Oson, eng qulay varianti. Yana keyin buni masofadan masofaga bemalol yetalib yuradi. Balonlari bor. G'ildiraklari bor. Balonlari bor. Yana keyin buni nima desa bo'ladi? Og'ziga kepka sifatida, masalan, uzoqqa otib yormaydi. Yo'nalish qilingan, pastga otadi. Hozir buni ham ishlash jarayonini ko'rsatib beramiz albatta. Ishlash jarayonini bir Keyin bundan tashqari motorlari o'zini o'zi ikki karra himoya qiladi, aytganimizdek. Birinchi o'zini himoyasi o'sha motorning o'zida zashniga bor. Tuskatil bo'ladi. Keyin avtomat zashni qo'yib beramiz. Ha, bu qo'shimcha ravishda qo'yiladigan narsa. Qo'shimcha ravishda bemalol qo'yib beramiz. O'zini doimgidek to'klar ko'rsatib turadi, xudo xolasa. Hammasidan bor, zamonaviy drabilka deb hisoblaymiz albatta buni. Albatta. Endi ko'pchilikni qiziqtirayotgan joyda ishlab chiqarish, mahsulotlarni ishlatib chiqarib ko'rsatib beramiz bo'lmasami? Bo'lmasam bir qator ishlatib ko'rsatib beraylik. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Mana endi bu drabilkani kuchini sizlarga ko'rsatib beramiz, do'stlar. Albatta, birinchi nima mahsulotlar chiqarib ko'rsatib beramiz, ashlar bir qator ko'rsatib o'tsak. Bug'doy birinchi o'rinda. Bug'doyimizni chiqarib beramiz. Buni kepak holatda chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana setkalari ham tayyor holatda turibdi o'zida. Endi bunisi bo'lsa Makka. To'xtaymi? Makka nami? Bu atay nam holatdagisini olib kelindi. Chiqara olamiz? Bemalol chiqaraveradi. Qiynalmaydi, nam holatdagisidan atay olib kelindi. Bunisi yorma holatda setkada ekan. Xo'p, eng qizig'i mana don, bug'doy, ikki xil don mahsulotimiz bor. Sotali makkamiz bor edi, tugab qoldi. Sotali makkani bu yerdan soladi. Sotali makkani ham bemalol chiqaraveradi. Sotali makkani ko'rganmiz, chunki o'zim ham ishonch hosil qilganman sotani chiqarishiga. Unda hech qanaqangi shubha yo'q. Shunday. Endi shuni nima desa bo'ladi? Atay nima desa bo'ladi? Somon chiqaramizmi? Sholipoxol, somon bas. Somon atay bu safar somon olib kelmadik. Sholipoxol. Mana hozir mana shu qopda. Keling, menga beringchi buni. Mana. Poxolam o'ta yomon ekan, ajriq aralashgan ekan, shundan olib kelganmizlar. Buni qarang. Atay sholipoxol, rosmona hali nima desa bo'ladi? Eslasangiz bunda nima desa parnilarga anaqa poxol yeshardi. Uni qarang, rosmona o'ralashadigan sholipoxol. Nima deydi, uzilishi ham qiyin narsa. Jodi ham qiynaladi. Drabilkani bo'lsa ajali hisoblanadi. Drabilkani haqiqiy ajali bo'ladi sholipoxol. Endi oshna mashina, mana sholipoxolni masalan bemalol o'z somon chiqaraveradi, o'shaning uchun somon olib kelmaganmiz. Bu katta setkasi bas. Mana setkasida masalan bemalol chiqaradi. Mashinada masalan bu qo'ybob setkasi. Qo'ybob setkasida mana sholipoxolni chiqarib beramiz. Qiynalib qolmaydimi? Chiqaradi oshna. Bitta ko'ramiz kuchini. Bitta ko'ramiz. Keling, aynan mashindan boshlaylik. Mashina shunday chiqarib, birinchi o'rinda mashinani qo'yib, birinchi sholipoxol tashlaylik. Agar mana shunda chiqarib beradigan bo'lsak, mana nima deydi, somon, makkapoya buni chiqarish shart emas. O'zi ko'pchilik tushunadi buni. Isboti zo'r bo'ladi. Bo'lmasam bitta hozir chiqarish jarayonlarini albatta ko'rib o'tamiz. Xo'p. Mana qaranglar, o'zingiz aytyapsiz. Mashina bemalol chiqarib beradi. Hozir bu setkasini mana olib qo'yapmiz bu yoqda. Bunisini mana solyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Solindi oshna. Xo'p, endi
Xo'p, Chiqarib yurgizib beramiz. ko'rsatib beramiz. Ichidagini shuni olib qo'yamiz. Ichidagi Hozirgina og'irlik qiynalmasligi uchun baribir yurmay turgan narsa. shunday. Hoppa. Boshladik. Qani boshlayverdik-a? Aha, ketdik. Bismillah. Qo'lhakni bosib qo'yadigan joyda. Bo'ladi, gap so'z yo'q. Shuni ham chiqaringchi. Bo'ladi. Men qizig'i, yerga chang urgan yo'q hozir. Ha, ichida aylanyapti. Yerga chang urgan yo'q. Keyin mana faolligiga isbot qo'lga yopishib qolgan. Keyin yana bitta narsani aytaman, qulayliklardan zo'r narsasi o'zim ham ko'p kelaman, ko'p video qilamiz. Ovoziga maza qilaman, to'g'risini aytsam boru. Ovozi unaqangi kuchli emas-da, lekin ishlashi haqiqatan kuchli. Mana shovqin nima deydi? Harakat past bo'lsin, lekin chiqarish zo'r bo'lsin deydi-yu. Mana. Pohol. Mana shu pohol ko'rib turganlaringdek, setkasi mana o'shanday turibdi. Ko'rishimiz mumkin. Buni hozirgi kunda somon yoki silyosti ko'p qolgan akalarimiz bo'lsa, atalarni tagiga solib, kuyib bersalaring ham, xudo xolisa mushuk chiqarmay yeb qo'yadi. Oshna bu nima desa bo'ladi? Nomera degan haqiqiy natijasi bor narsa-da bu. Natijasi bor narsa. Bu chiqmagan holatini qarang. Buni chiqmagan holatini qarang. Buni shunday ham ajratish qiyin. Bo'ldi ham. Oldin yoshligimizda rosa sakrardik, qichitardi bu narsa odamni. Hattoki qarang, qo'lga ham yopishib ketyapti. Qo'lga haqiqatan o'zi aytdim, qo'lga yopishishini ko'rsatdik. Mana holatini qarang. Juda ham zo'r holatda. Gapsiz yo'q. Bunda endi makkapoya chiqarish shart emas. O'zi bunda chiqarib bergan holati sizlarning ishonchlaringga bemalol kiradi degan umiddaman. Endi bo'lmasam, dom mahsulotlar chiqarib beraylik bir qator. Aha, dom mahsulotlarini bir qator chiqarib ko'rsatib beramiz. Yorma holatda, un holatda chiqarib ko'rsatib beramiz. Shunday. Xo'p bo'ladi. Xo'p, qani bismillah. Bitta tortishini ko'rsatib qo'yaylik. Yaqin olib kelib ko'rsating bitta tortishini. Endi chiqarishini ko'rsating. Ya, qo'y qo'ymaslik iloji yo'q. Bo'ladi, aka. Agarda masalan dom mahsulot chiqarishayotganda tavsiya qilamiz, ozgina o'chirmaslik anaqasini tavsiya qilamiz. 1 minut aylanib turish kerak. Aylanib tursa, ichidagi mahsulot bemalol chiqib oladi. Keyingi safar ishlatishiga, motorga nagruska bo'lishiga Albatta. oldini oladi. Mana, o'zi tozalab bo'ldi ichini. Yorma holatdagisini ham ko'rsatish. Bitta ko'rsatib qo'yaylik endi. Buni yosh cho'chachalarga ham bersa bo'ladimi? Lekin qo'y atala qiladigan akalarimizga bo'lsa, bemalol zo'r ishlab beradi. Yorma atala holatda qaynatib beradigan bo'lsangiz. Xo'p, endi kepak holatdagisini ham bitta ko'ramiz. Xo'p, endi kepak holatdagisini bitta ko'rsatib beramiz. Kepak holatdagisini bitta ko'rsatsak, xudo xohlasa, kuzatuvchilarimizdan like bosishni so'rab turamiz albatta. Buni ham bitta tortishini ko'rsatib qo'yaylik endi oshna. Aha, mana. Eng main setkasi, eng qiyin jarayon. Mana tortish. Chiqarishini qarang endi. Chiqarish boshlandi. Rasa ichida urib maydalab, kepak kun holatda olib ketishdi buni. Bo'ladi. Bu ham xuddi shunday, Albatta. Kepak holati ham dom mahsulotlar umuman hammasini 1 minut aylantirib olish kerak. To'plab tashadi o'zi. Mana kuzatuvchilar, mononi misol uchun suvga uvitib, teri o'rnida mollaringizga tashab, monondan bo'lsa
kepak o'rnida bemalol ishlatib bersangiz ham bo'laveradi. Molingizni go'ngidan bunaqangi chiqib ketmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq ko'rsating mana. Holatini qarang. Ichida unlari ham bor, kepaklari ham bor. Juda ham zo'r. Qo'yil qolmaslikda iloji yo'q. Xo'p. Menimcha hammasini aytdik, ko'rsatdik. Endi kuzatuvchilarimizdan qolgan narsa albatta like bosib, ustamizni qo'llab-quvvatlab tursalaring. Xudo xohlasa, yangi videolarda yana narxlarni tushirishda davom etamiz. Shunda yana bitta narsa qolib ketibdi. Ash poyamizni bitta chiqarib ko'rsatib beraylik obunachilarimizga. Baribir ishonmaganlarga ham bitta chiqarib Hozir beramiz. Sholipaqol chiqardi-ku, bitta poyani chiqarib, bitta ko'rsatib beraylik. Setkani olib tashlaymizmi? Setkani endi qo'yib olib tashlaymiz. Qo'yib olib tashlab chiqarib beramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Lekin endi baribir tushunmagan odamlar Shunday. bitta ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Buni ham bo'g'cha sovorasizmi? Butunicha ketaveradi, oshna bu ham. Mana kuzatuvchilar, kuchini ko'ryapsizlar? Setkasi holatda mana shu tomongacha olib kelib tashlayapti. 4-5 metr bor. 6 metr ham desa bo'laveradi. Mana. Bu setkasi holatda chiqargan, ha? Shunday. Setkasi holatda chiqargan, mana ichidagi. Hattoki oshna tashlagan. narsa bo'ladi. Malatoy ichida o'sha sharabara deymiz, mashlar yorib yuborganda. Mana pokni yorishiga sabab o'sha narsami endi? Shunday. Pok deymiz-da buni. Ha, o'sha pokni yorishiga sabab o'sha sharabaralar. Ha, bu narsada mana kesib beryapti. Xo'p, Bu narsada kesib beryapti. kesib maydalayapti. Ha, maydalayapti. Bunda yorib beryapti. Bunga sabab o'sha. Shu. Juda ham zo'r. Don mahsulotlarini yorib maydalashda ham o'sha narsani Shunday. katta foydasi bor. Albatta, o'shani masalan, mana shu don mahsulotlarini ham o'sha malatoylari o'sha maydalab beradi. Juda ham zo'r. Xo'p, bo'lmasa menimcha hamma ma'lumotlarni aytib o'tdik. Shunday. Kuzatuvchilarimizdan qolgan narsa albatta telefon qilib, Albatta. buyurtmalarni berish qoldi xolos. Xudo xolasa o'sha gap 2 million 200 ming so'm chiqayotgan drabilkalarimizni o'sha 2 million so'mdan skidka Qilib beramiz. Ammo faqatgina o'sha joyimizdan chiqayotgan narxlari. Dastavkalariga o'zimiz. Hozir mana shu ishlatgan drabilkalarimiz o'sha 3,5 kilovatlik titan motorlarimizdan o'sha 2 million 200 ming so'mlik aksiyada 2 million so'mlik drabilkalarimizdan ishlatib ko'rsatib berdik. Trenddagi drabilka. Haqiqiy trendni nomerading xalqqa nima desa bo'ladi? Qo'rqmay tavsiya qilaveradigan Qo'rqmay drabilkalar. bemalol tavsiya. Eng qiziqarli tomoni narxi arzon, yaxshi, Sifat sifatli, zo'r narsa. Sifatni ham ko'rsatib berdik, ishlash jarayonini hammasini ko'rsatib berdik. Shunday. Albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol buyurtmangizni olishingiz mumkin. Albatta. Omadbek, rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, salomat Keyingi bo'ling. videolarda ko'rishguncha Xo'p. sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar kuzatuvchilar.